Hozirgi vaqtda mobil qurilmalardan internet tarmog'i orqali keng foydalanamiz. Xususan, Telegram messenjerida turli mazmundagi fayllar o'zimizning tanishimizdan kelib, bizni qiziqtirib qo'yishi tabiiy. Buning oqibatida biz o'zimiz bilmagan holda mobil qurilmamizga virus, firibgarlar tomonidan tashkil etilgan dasturni o'rnatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, agar biz mobil qurilmamizga firibgarlar tomonidan tayyorlangan dastur, ya'ni virus o'rnatilgan bo'lsa, uni qanday aniqlaymiz va yo'q qila olamiz? Buning yo'li juda oson. Avval mobil qurilmamizni sozlamalar, nastroyka ilovasiga kiramiz. Undan ilovalar, приложение bo'limiga o'tamiz. Ushbu bo'limning menyu qismidagi 3 ta nuqtani bosamiz va ruxsat menejeri, dispetcher razрешение qismiga kiramiz. Bundan SMS sohasiga kirib, qanday ilovalarga ruxsat berilganini tekshiramiz hamda xabarlar, сообщение ilovasidan boshqa barcha ilovalarga berilgan ruxsatni olib tashlaymiz. So'ngra bu bandidan chiqib, ilovalar, приложение bo'limiga qayta kiramiz. Ya'ni bu mobil qurilmamizga o'rnatilgan ilovalar qayerdan o'rnatilganligiga qarab, virus, firibgarlar tomonidan tashkil etilgan dastur mavjudligini tekshiramiz. Har bir ilovaga kiramiz va ilova to'g'risidagi ma'lumotlar bandidan qayerdan o'rnatganligimizni aniqlashtirib olamiz. Agar Telegram messenjeridan o'rnatilgan ilova bo'lsa va shu ilovadan foydalanmayotgan bo'lsak, darhol o'chirish chorasini ko'ramiz. Unutmang, dasturlarni ishonchli manbalar Play Market App Store'dan o'rnating.